oldin tibbiyot akademiyasi edi, hozir tibbiyot universiteti bo'ldi. Oddiy student uchun bu qanaqa afzalliklarga ega? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Juda ham yaxshi savol berdingiz. Nima uchun tibbiyot universiteti tashkil qilindi degan savol. Tibbiy ta'limga asos solinganiga O'zbekistonda 100 yildan oshdi. Buni tibbiy ta'limni merosxo'ri Toshkent davlat tibbiyot universiteti hisoblanadi. Merosxo'ri deyapman, sababi O'zbekistonda bugun 10 dan ortiq tibbiyot oliygohlari faoliyat yurityapti, lekin Toshkent davlat tibbiyot universiteti uzoq tarixga taqalganligi uchun bevosita voris hisoblanadi. Shuning uchun endi tashkiliy tuzilma, umuman akademiya, institut, universitet va hokazo haqida gapiradigan bo'lsak, hammamizga ma'lum, mana institutlar bor, akademiya bor, universitet bor, ya'ni o'sha universitetlarning struktura ta'lim turlari. Institut deganda bitta qisqa muammoni yechimiga qaratilgan, demak, ichki o'sha kadr tayyorlaydigan tuzilmani nazarda tutiladi. Bu внутренний, ya'ni ichki o'sha institut, ya'ni student, ya'ni o'sha tayyorlash kadrlar tayyorlaydigan bir oliygoh. Akademiya bo'lganda umuman akademik tushunchasi ham bevosita akademik soatlar, akademik ta'lim oluvchilar nazarda tutiladi. Lekin bugun xalqaro tajriba shuni ko'rsatyaptiki, xalqaro maydonda biz raqobat bardosh bo'lish uchun universitet maqomiga ega bo'lishimiz kerak edi. Universitet o'z nomida univer, ya'ni universal degan ma'noda universal sohada kadrlar tayyorlaydigan katta oliygoh hisoblanadi. Bugun universitet maqomi talabaga nima berdi degan savol berdingiz, juda to'g'ri savol. Men endi ko'p yillardan beri shu rahbar, menejer, koordinator lavozimlarida ishlab kelyapman. Bizda juda ham ko'plab bitiruvchilarimiz o'qishni bitirgandan keyin Yevropa davlatlari, xorij davlatlariga borganda muammolarga duch keladi. Sababi akademiyani bitiruvchi, institut bitiruvchisi deganda ish beruvchi ko'rgandan keyin buni kasbiy faoliyati qaysi yo'nalishga to'g'ri keladi deb unda shubha paydo bo'lib, savol paydo bo'lib, uni ishga joylashishi uchun bir nechta qo'shimcha protseduralar o'tardi. Bugungi kunda univer bo'ldi, ya'ni universitet degandan keyin usulsiz haqiqatan oliy ma'lumotni tayyorlaydigan oliygoh sifatida qabul qilishi, vizualizatsiya, audializatsiya sirazi qabul qiladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bugun universitet Toshkent davlat tibbiyot universitetini bakalavriat yo'nalishi 15 ta ta'lim yo'nalishida bakalavriat yo'nalishida kadr tayyorlaymiz. Hammasi Butunjahon tibbiy ta'lim federatsiyasining standartlaridan xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazdik biz. Mana shu xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazilgan dastur va shu dastur shu universitetda o'qitilishi talaba uchun katta maydonda yo'l ochib beradi. Yevropaga boradimi, Osiyoga, Afrikaga va hokazo boradimi, universitet xalqaro akkreditatsiya bo'ldi. Uni eng katta muammosi hal bo'ldi.